Ko'ringlar, tozasini ishqibozlar yana joyini sog'ib tozalar. Ularimiz aprelda jo'jasi hali uyg'onib qolib ketgan yo'q, xudo xolasa sayrab qoldi. Qichqirgan yo'q ha. Endi xudo xolasa qichqiradi. Hozirgi holati ham 4 kilo tepasida, xudo xolasa 4 kilo 800-700 da bemalol sho'g'adiganidan bo'ladi. Ukalar mana joyini sog'ib yurlar. Mana sıxşatlarda yotdi, nagrivatorlar yonam. Sovuq tushib qoldi, qo'ylaydi bundan bari. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, janglar haqida bo'ladi, xudo xolasa janglar. Va bekor chiqib qolsa yo'q, xudo xolasa Telegram kanalimga, Instagramga qo'yaman. Aka-ukalar bularni urushida bo'lmaydi. Vaksina qildik kecha 1 million so'mga vaksina olib keldik, chumaga. Aslında oldik. Ulusları bulmaya da 15 günden gün ulusları şişeleri peki atsın sola genlerge. Kökeler şu holatta çocuğunu zoğudun işbozlarga zoğudu bolası bu. Ve de yardım biliyorsun, az yine kemi bu. Zıtlarına olsa alakaya çıkı olasın. Çoğunun sağ olsun. Kökeler aslında antenası olardı. Bunu siz alakaya çıktı. Lekin bundan ko'ra polvonroq chiqqan. Bu 5 kiloda uçar. Shekilli jo'ning sog' bo'lsin. O'ta yo'g'on chiqib olgan jo'g'on. Mana kallilarimiz o'g'ni yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa yaqindan ko'rsatamiz. Tomosha qilinglar. Hozir o'ta go'zallari mana shular bo'ladi. Mana ko'kalar qiziqqanlarga bu ham shu 1,5 million so'm ozgina kami bor. Zalatoyda ishqibozlarga mana Zalatoy. Jo'ning sog' bular hali uyg'onmagan yo'q, aka-ukalar, xudo xolasa uyg'onib xo'roz bo'lib qolsa, xo'roz bo'lishtirmaydi bular, joning sog' bo'linglar. Aka-ukalar, qora ko'ka bo'ladi bunisi. Uchovi bitta partiya. Xolasalar uchovini bitta olib turib, bitta qo'yib olsalar ham yuraveradigan bo'ladi. Xudo xolasa, mana joning sog' bo'lib. Ko'ktoy. Bu ham 4,5 tepasida ushadi, xudo xolasa. Hozir ham 4 kilo tepasida. Bu kuzida bu. Yo, Zalatskami kuzida. Bu odamdan ko'proq qo'rqadigan, ammo qo'rqmaydigani joning sog' bo'lsin. Mana ukalar qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyin bularni hozir urushtirib bo'lmaydi. Aytib o'tganimdek 1 million so'mga vaksina olib kelib, ular chumosiga, sho'riga, bepushtliklarga qarshi qilib yo'lni qilib qo'ydik ukalar. Mana qiziqqanlarga jo'q zo'ra. Bu ham odamdan qo'rqadigan. Mana ukalar endi ushalyapti. pastga nomer qo'ysangiz aloqaga chiqsalar kelishib oladi narxlari.